Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'kani Bo'kasi ekan. Akalar shunaqa keng joydamiz mana qarang. Mana shu xonadon mana shu xonadonimiz ham bitta odamniki. Bilmayman, ikkitasini bitta hisoblaganda 1 gektarmi, 2 gektarmi bilmayman, yeri shunaqa katta ekan. Endi bu xonadonni egasini etish bo'yicha buni ham nariga boyagi xonadonni ham qo'shib sotsam 60 ming AQSh dollari. Alohida bu xonadonni sotadigan bo'lsam bu 35 ming. Buni ham oldi tomonidan 60 sotikdan ko'proq yeri bor, ekin ekiladigan. Agar kimdir oladigan bo'lsa, mana shu yerdan alohida unga o'ziga mana bitta yo'l, mana buni orqasi yo'l, mana shu yerdan yo'l qilib oladi. Mana buni ekin ekiladigan maydoni. Bir 3-4 ta xona, uylar ichiga kirib bemalol yashaydigan holatda bu uy ichi. Bo'tlarda gaz yo'q, svet bor, suv bor. Gaz baloni olib kelib tarqatiladi. Shunaqa keng joylar. Aynan shunaqa keng joylar bo'lsin, shularda bir chorva qilib, mol, qo'y boqaman, bitta odam qo'yib qo'yaman deydigan akalarimiz uchun aynan zo'r joy. Mayli Toshkentdan uzoq bo'lsa, mayli 70-80 kilometr uzoq bo'lsa, bir haftada bir marta kelsangiz ham kelib dam olib, tomosha qilib ketasiz. Manzarani ko'rib. Shundoq ham mana toqqa borasiz, o'tga borasiz, baribir 70-80 kilometr yurib qo'yasiz. Undan ko'ra mashatga kelib turib yana o'zingiz boshqa banya, hammom nimalar yo'q-da, to'g'rimi? Hammom nimalar, boshqa nimasi yo'q. Kelib o'zingizga moslashtirib qurib olaversangiz bo'ladi. Lekin zo'r joylar. Uyda holatlari, xonalari endi yaxshi holatda turibdi. Bo'lsa hozir endi svet yo'q ekan, o'shanga ichlarini ko'rsatmadim. Kirib kelaverishda Bo'kada ozgina yo'llari shag'al to'kilgan-u, asfalt bo'lar ekan. Shu joylarda endi bari transportda kiradi, hamma mashinada kiradi. Mashinani ishlatish uchun, minish uchun olingan. Mashinasini aydigan odamlar bunaqa joylardan bilmayman, yer olmasa kerak. Lekin gap yo'q, zo'r joy. Puliga arziydi.